Abdusha yaxshi ko'rasan qanday? Ha, voy. Hech oyijon sizni yaxshi ko'raman deng. Yo'q, lekin tegib aytgan sizga. Voy, siz ular anekdot qolsam, man oyijon demaganman shu paytgacha. Nima deysan? Opaqa deysan. Yo'q. Nima deysan? Rostdan. Ha, qaynang. Anaqa deb gapirib ketiraman, oyijon demagan ekanman. Xo'p, nima deysan qaynang? Xotinimning onasini juda ham yaxshi ko'raman. Mana bo'ladimi shu? Yo, borganda assalomu alaykum Ha, deysan. assalomu alaykum deyman. Oyi deysanmi, opa deysanmi? Demaganman. Yo'q, shuni hech kim murojaat qilmagan. Aldama. Rostdan aytyapman. Hozir gapirganingizga esim chiqib qoldi. Men oyijon, oyi deb murojaat qilmagan ekanman, uka, hali hech ham. Tasvirda o'tirsa ish taqillatdi-da. Eshik. Kecha soat 1 endi. Hali havo aylagan, momaqaldiroq chaqmoq jala quyapti. Eshikni ochsa soat 1 da qaynasi turganmish-da. Qo'rqib ketibdi. "Tinchlikmi, oyijon?" debdi. "Nima qilib yuribsiz?" debdi. "Yarim kechasi oyijon, havoni qarang, ham yoz usti boshingiz ho'l. Erta indin shamollab qolib, gripp bo'lib, o'lib qolsangiz" debdi. "Qaynatam mayli yashab ketadi, bolalaringiz mayli chidaydi" debdi. "Men qanaqa chidayman" debdi. "Men sizni kuyovingiz, men qanaqa chidayman oyijon" debdi. "Nimaga bunaqasiz? Unsiz soat 1 da kelibsiz oyijon, yarim kechasiga. Ko'cha to'la daydiytlar oyijon. Hammasizni tishlab, yeb, o'ldirib qo'ysa, qaynatam mayli yashab ketadi. Bolalaringiz mayli chidaydi. Men kuyovingiz, men qanaqa chidayman? Men qanaqa siz yashayman oyijon" debdi. "Ikkinchi kechqurun ko'chada yurmang. Boring, keting uyingizga" deb eshikni yopib qo'ydi. Qara, qanaqa hurmat qilgan qaynasi.